Raqam. Nechta payg'ambar bo'lgan? 124 ming. Qur'onda nechta payg'ambar aytilgan? 25 ta. Kabani qaysi payg'ambar qurgan? Ismoil alayhissalom bilan Ibrohim alayhissalom. Qaysi payg'ambar osmonga ko'tarilgan, lekin o'lmagan? Iso alayhissalom. Eng boy qaysi payg'ambar bo'lgan? Sulaymon alayhissalom. Sulaymon alayhissalom qanaqa boy bo'lganlar? Ular jinlarni ko'rgan. Hayvonlar nima gapirsa o'shalarni Sulaymon alayhissalom tushunganlar. Payg'ambar kit yutib yuborgan? Musa alayhissalom. Hop, Ibrahim Muhammad sallallohu alayhi vasallam nechinchi yil tug'ilganlar? 571-yil. Qayerda tug'ilganlar? Ka'bada, Makkada. Makkada. Qaysi payg'ambar Firavn bilan urushganlar? Musa alayhissalom. Payg'ambar kelajagini oldindan bilganlar. Hazrat alayhissalom. Alloh yomg'ir yog'dirish kuchini bergan. Ilyos alayhissalom. Qaysi payg'ambar kema qurganlar? Nuh alayhissalom.